Assalamualaikum yakınlar. Hammaga xayrli Bize konkursumuz tamam bo'ladi. Yodlaringizda olsa yine ko'pchilikdan talab binoan tushib turibdi. Konkursni qachon boshlaysan, necha yapting deb. Yine Qizilbarakda bilsanglar, bir anda 4 yildan kelaverishdi chap qo'llar, bir anda Bo'stondan kelaverishdi 10 qo'lda yine dükkan bor bilsanglar. Bizden jo'ramiz ishida yine konkurs boshlab tushundik. Hozir bir qator danışamiz konkurslarning shartlari bilan. Jo'raxarmi? Yaxshimisan? Rahmat. Kanal подписчикlar bir reklam etib bersak buni. Konkursga qatnashishni necha ishlar kerak? Valla bizlere geledi. Bizlere hamilelere подписки, limon подпискасyon bo'lishi kerak. Bir o'yin saytına gelganimizda banan qo'yganmiz, olma qo'yganmiz, kim qo'la qo'yganmiz. Kesini kes qo'yganmiz. Banan geledi, minnetlar bor, shu metin deb yeb bilsa, bu mukofotlari bor. Necha so'mdan endi? 100 ming so'mdan 100 ming so'mgacha qo'yganmiz. Oho. Bundan tashqari boshqa ko'chaga chiqib yurib pul taqataman. Xudo qalasa подписки bo'lgan bo'lishi kerak. Keyin men bosgan hamma подписки bo'lgan bo'lishi kerak. 100 ming so'm. Agar men подписки bosgan bo'lsa 100 ming so'm pul beramiz. Agar men shu o'zimda bossa bir duxi patak beramiz. подписки bosib qo'ysalar, kelaversida kunda o'ylab kezdirdim xudo qalasa. Qo'ldan kelsa. Mana ko'rdinglarmi yakınlar? Pul topishning eng zo'r varianti deb o'ylayman men shuni. Men endi konkursni boshlayman. Yine jo'ramiz ochibdi. Bemalol shunga kelib murojaat etsanglar bo'ladi. Hammangizni kutamiz. Oddiygina narsalar. Hech o'ylanmang, desa bo'ladi.